Ruhiyatni tekshirish uchun sizga ushbu animatsiyani taklif qilaman. 4 ta nuqta bor. Bitta nuqta markazda va 3 tasi. Siz diqqat bilan butun vujudingiz bilan, butun fikringiz bilan ana shu nuqtaga qarang. Maksimum konsentratsiya bilan markazdagi nuqtaga qarang. Agarda atrofdagi 3 ta nuqta 5 soniyagacha ko'rinmasa, demak siz ruhan sog'lomsiz. Agarda atrofidagi 3 ta nuqta 7 soniyadan ko'proq ko'zdan g'oyib bo'lsa, demak siz butun fikringizni bitta nuqtaga jamlay olasiz. Siz soppa-sog'siz. Agarda 3 soniyadan ortiq nuqtalar yana paydo bo'layotgan bo'lsa, sizni diqqatingiz tez bo'linadi va xulosa sizda SDVG, ya'ni diqqat yetishmasligi va giperaktivlik sindromi bo'lishi mumkin. Ushbu testni yanada sinab ko'ring, boshqalar bilan ulashing va o'z fikrlaringizni yozib qoldiring.